Birinchi raundni boshladik. Bo'lmasam qani ketdi. Voy, o'lib qoldim. Bo'ldi, hozir boshlaymiz. Просто men hozir qiziqarli video. Hop. 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 Do'stlar, qaranglar bu. Men damoy. Albatta like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, komment yozib qo'yinglar. Bitta odamga men sovg'a beraman. Robuxdan shu kim obuna bo'lib, kanalimga like bosib qo'ysa, kommentga nickni qoldiringlar. Men sizlarga nimadir pодарок berib yuboraman. Shuning uchun videoga ko'p like bosinglar. Men sizlarga omadlaringni qarab, tanlab sizlarga sovg'a yuboraman. Hop. Jicha qoldi. Voy, jicha qoldi. Jicha katanada o'ynashyapti ekan. O'ynashma. Katanada o'ynayapti. Fan. Ne, katanada o'ynadi. Men katanada uncha o'ynalmayman. Shuning uchun bo'lmasam yana o'ynaymiz. Hozir ko'rasizlar qanday comeback qilib ketaman. 2-2 bo'lib ketyapti hozir. Damoy, pritselsiz golga beryapman. Shuning uchun bitta like bosib qo'yasizlar, pritselsiz bitta golga berganim uchun. Hozir o'ynaymiz. Damoy, pritsel, endi pritsel bilan head beryapman. Shuning uchun like, comment, obuna kutaman sizlardan. Bu 6-videoyim. 6 ta video qo'ydim. 3 ta podpishka yig'dim. 10 ta video, 10 ta obuna bo'lsam sizlarga sovg'a beraman. Bitta zo'r sovg'a beraman yoki mana shu rivalsda beraman sovg'a. Birinchidan nima beraman, nima berasan sizlar, nima beraman bu beraymi ekan yoki men shuni beraman. RPGning skini manaqa narsalarni attiga shuni beraman. Kim menga like bosib, obuna qilib hamma videoyimni kuzatayotgan bo'lsa, men ko'raman. Shunga bitta mana shunaqa pодарок beraman. Bo'lmasam ikkinchi raundga ketdik. Arena o'ynaymiz. Arena deyman chunki konus bo'ldi, arena bo'ldi. Bolalar, shu videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, kommentga nicklaringni qoldirib ketinglar. Shu video 20 ta like yig'sa, men ikkinchi qismini chiqaraman. Shuning uchun like, comment, obuna bosib qo'yinglar. Headshot tegizdim pichoqda yana. Hozir avamda sniperskida headshot tegizaman. Agar tegizsam bitta obuna, agar tegizolmasam bitta like. Headshot tegizaman. Voy, o'xshamayapti. Pichoq, yordamimga kel. Bolalar, hozircha men yutyapman. Shuning uchun men shuni yutsam, obuna, yutkizsam like. Davay bolalar, podeshka qilamiz o'zbekni. Chiqib ketdi. Men yutdim, obuna bosib qo'yasizlar aka. Bo'lmasam 3-raund qilamiz, chunki chiqib ketdi hozir. Mana o'zingizlar
kutasizlar. Kim qo'shilsa qilaman. Mana yana kirdi. Sizlarga 1 sekund bo'ladi, odam kirib olsin. Mana kirdi men arena tanlayman. Xo'p, boshladik. Sniper, daggers, knife bo'ldi. Shu bizga оружиялар kerak bo'ladi xolos. Sizlar ham professionalni o'ynashni bilsanglar, mana shu оружиялар sizlarga eng yaxshi deyman. Chunki noob bo'lsanglar, pichoqda qaranglar qanchalik bunday qilib skill qilsanglar bo'ladi, yana headshot tegizadi. Birinchidan yana orqaga bunday qilib siyg'anib orqaga tiqsanglar pichoqda sizlarga ko'proq HP beradi. Shuning uchun men daggersni yana bu yerda 2 marta sakrab bo'ladi. Ne qilsanglar, ne qilib headshot tegizib bo'ladi. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilaman. Sniperskida ham headshot tegizib bo'ladi. Prosta sniperskida sizlarga qiyin bo'ladi. Menga ham qiyin bo'ladi ba'zilarda oson bo'ladi. Qaranglar qanday headshot tegizaman, desam tegizaman. Mana tegizaman. Do'stlar, pichoqda olib ketsangiz like. Pichoqda olib ketsangiz like bosasizlar ekan. Men shuni videoni tagida 20 ta like yig'sa sizlarga men bitta konkurs qilib obunachini tanlayman-da, bitta pодарок beraman. Men mana shuni nooblarga shunaqa qilsanglar bo'ladi, oson bo'ladi. Shuning uchun qaranglar. Mana sразу pichoqda uchib boramiz. Agar professionalni qilmasa, bum. Tegmadi. Qanday tegmayapti? Bo'ldi, 5-raund 5-0 bo'ldi. 3-raundda menda уже 4 ta yutdim. Shuning uchun videoni tugatamiz. Shuncha oldim. Mana shu videoni tagida 20 ta like, 5 ta obunachi хотя бы kelish kerak. Shu videoni tagidan men sizlarga konkurs qilib bitta pодарок beraman dedim. Men undan beraman deyapman. RPG'ni skini, manaqa narsalari bilan beraman. Bo'lmasam video tugadi. Hammaga oq yo'l bo'lmasam bo'pti.